Leksiyemizde başlayımız. Vatandaş bugünkü ıslah 2022 yılının ayının 10. günü. Mavzumunda buna dikkat kılacağız. Uygurlar meselesi, Uygurların kişilik hukuk meselesini qayta qarab chiqish yoki muhokama münazara qilish to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida bir necha davlat Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitetiga sungan qaror yoki taklif muhokama qilish rad qilindi. İki ovoz kemib qoldi. Rad qilindi. Hozir dedik, ata seshanba umumiy yig'in yangidan 14 davlatni saylab chiqilgan dedik. Shu sababdan Allah Amerika Qo'shma Shtatlariga nusrat ato qilgan Uyghur meselesi qaytadan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitetining muhokamasiga qo'yilsin deb tilakdoshligimizni bildirdik vatandaşlar. Hozir tuvanda mushu leksiyani sizlarga so'zlaymiz. Buni diqqat qilib anglanglar. Sababi nima desa, siz bilan biz taqa xom odamlar. Siyaset degani ko'rgan odamlar emas. Bizning jamiyatimiz Uyg'ur jamiyatimizda siyaset yok, muhokama yok, mutolaa yok, munozara yok, siyosiy guruhlarga bo'linish yoki tashkilot qurish, partiya qurish degan yo'q. Hech narsa yo'q. 70 yil Xitoyning hukmronligida o'tdik vatandoshlar. Bunun içinde birlik hukuk söz, matbuat hukuki, bu barlık hukuklarının başlanışıdır. Muşu hukuk yokken sizin turgan ornunuz, kulluk ornu, sizin salayetiniz, kullun salayeti, sizin turmuşunuz, kullun turmuşu. 73 yıl. Şuna yaşadık mı? Şunu yok. Şuna biz bundak meselelerini sizinle biz derhal düşünüp, meygizini çekip, tegi yitip gitilmeymiz. Qancha Mehmetallık kılın mı? İngilizce bilme, hemmini bilmen. Şinjançı xiyalizm, Özbekistançı utopiya, potopiya diye kötek kaçsınlar. Bilmeymiz. Kemterlik bilen cevap kılaylı. Bilmeymiz. Şunu bugün bir yerde sözlüğün bu leksiye, muşunun münasibetli kişilik hukuk teşkilatları ve muş işini kılıvatkan erbaplar, profesörler, mutaxassislarning sözü, şunu siz anlap belirtisizlik, vücudunuzdaki ümitsizlikni yo'qiting. G'arb ko'zligi degan tor betini nima deb yozibdi? Uyg'urning kishilik huquq tugashdi debdi. Mavzu qo'yishni o'rganib olinglar yigitlar. O'zinglarni tutib olib, aytdi, ilg'or fikr asosida, ya'ni chunqur o'ylanishdan chiqarilgan xulosa asosida fikr qilishni o'rganib olinglar yigitlar. Gepim to'la bo'lib ketdi, kechiringlar. Mavzu bunda. Beijing g'alaba qildi. Lekin bu g'alaba bu g'alaba amaliyotda mag'lubiyatdan betar mag'lub bo'lishga elib keldi. Kishilik huquq daimiy komiteti hang'i tushib ketdi. Barliq inovat ishonchini yo'qotdi. Mavzuli xabar 10 ayning 10 kuni Jungo nazari tor betida e'lon qilindi xabar. Undaq boshladi. 10 ayning 8 kuni Fransiya agentligining janmadan tarqatgan xabarida mundaq ko'rsatildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komiteti Jungo Şinjan'da yana mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquq ahvolini muhokama qilishni rad qilgan ahvol Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetining ishonchlik bo'lish darajasini tuvallatdi. Mutaxassislarning nazarida Beijing uchun aytganda g'alaba qildi, lekin achinishli holda g'alaba qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 8 ayning 31 kuni Birleşken Devletler Teşkilatı uzundan beri tayyorlagan Jungo Şinjan rayoni mustamlik Uyg'uristonning kishilik huquqi to'g'risidagi dokladni e'lon qildi. Dokladda doirlar Uyg'urlar va boshqa sonliq millatlarga qarta insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan bo'lishi mumkin deb qayd qilinganlikdan
dünyada bir meydan bu to'g'rida biron chaqon ko'tarildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'na tamgısı besilgan bu derecede qattiq ayıplaş Amerika Qo'shma Shtatları ve Amerika'nın ittifaqdoshlarının Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitetining bu mesele bo'yicha munozara qanot yaydirishiga haydakchilik qilishida turtkinlik rol o'ynadi. Cumhuriyet Partiyasi mundaq ayıplashni keskin rad qildi. Uning ustiga bu partiyaning harakatlari jallanib ketdi. Buning uchun avval Uyg'urlar to'g'risida tayyorlangan kishilik huquq doklatining e'lon qilinishini to'sib qolmoqchi bo'ldi. Undan keyin bu doklatni aybladi. Undan keyincha ko'plagan davlatlarni bu doklatni muhokama qilishni rad qilishga ma'qul keltirdi. Fransiya agentlik xabarida mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf bo'lsa qarorni bevosita ayblashga qaraganda ancha radikal bo'lmagan bir tartibni tanlab olib, ovoz biletiga erishishni o'ylaydi. Lekin haftaning 4-kuniga, ya'ni 10-oyning 6-kuniga kelganda 47 davlatdan tarkib topgan kishilik huquq doimiy komiteti 17 biletning qo'llab ovoz berishi, 19 biletning qarshi turishi orqali Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoli to'g'risida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tayyorlagan doklatini muhokama qilishni inkor qildi. Bu go'yo Beijingning diplomati g'albiga erishtirgandek bir ish bo'ldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komiteti organi mushu munosabat bilan onga tushib ketdi yoki inovat darajasi onga tushib ketgandek bo'ldi. Newcastle Üniversitesi Angliya Jungo işleri tadqiqotchisi Jonathan Smith-Filli xonim mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu kişilik hukuk daimi komitet organi allaqachon kuchidan qolgan edi. Smith-Filli xonim Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Bu komitetin hizmet hareketlerinin asası siyaset ve iktisat menfaatından ibaret. Herkes dünya ve kişilerin kişilik hukuk, kıymet qarashları emas. Filli xonimni bilasizlar? 5-oyning 30-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida maqola e'lon qilib, Uyg'urlarni oq tillik deb e'lon qilgan xonim.